Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan men Sunnatbek. Bugun 14-sentyabr sanasi bilan Sergeli mashina bozoridamiz. Cobaltlar qatoridan Cobaltlarni narx-navosi bilan tanishib o'tamiz do'stlar. Qani narx-navolar qanaqa, nima bo'lyapti? Hammasiga bir qator oydinlik kiritib ketamiz. 23 5000 yurgan 4-pozitsiya bor ekan. Bitta narxini so'rab surishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Necha pul ekan aka bu? 12,5 ha. 12,5 so'ril. Toza kirasi ham. 5000 yurgan ekan, 12,5 so'rilyapti. 23 4-pozitsiya. 12300 ga beriladi. Variant yo'llari yo'q sizda? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqdga. Gen ham berilmaydi. Yo'q, Chexol polik hech narsa qo'ymaydi. yo'q, ishtamas. Bo'ldi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Qiziqqanlar bo'lsa, mana aloqaga chiqasizlar. Qolgan ma'lumotini telefonda olaverasizlar akalar. Biz davom etamiz. Bu yoqda ham bor ekan, 20 ga 21 bor ekan. 103 ming yurgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Necha pul ekan? Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubor mobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. 9800 kraskasi Krilloda. 9800 so'ralyapti. Krillosda bitta kraskasi bor ekan. Va barcha ma'lumotlarni yozib qo'yishibdi. Metan 4-pokoleniya. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomerini ko'rsatib o'tayman. O'tgan videoda akalarimiz aytishibdi, ko'rsatmaysanmi mashinani deb. Shu Cobalt mana. Bundan ortiq buni yana qayerni ko'rsatishim mumkin? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha pul ekan aka? 12300, 24, 7000 probegda. Kraskasi toza. Kraskalar toza, mashinamiz benzinda. 99 656 46 46 nomeriga bog'lanasizlar. Benzinda yurgan yaxshi Cobaltimiz. Xo'p. Chexol poliklar bor ekan. Qolgan hech narsa qo'yilmagan, hammasi o'ziniki radnoyi turib. Davom etamiz akalar. Shunday qisqa Londonda ko'rsatib o'tib ketaveramiz. 19imiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha pul ekan aka? 10700. Kraska? Kraskalar toza 19, 10700 sotilyapti. Xo'sh, 69000 yurgan kraska toza. Gazi? Yo'q-a. Xo'sh, chexol poliklar bor, video registratorlar. Va men o'tib berasiz. Variant yo'llar yo'q-a? Faqat naqdga. 10700 deyishdi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, davom ettiramiz. O'rtada ozgina pauza bo'lib qoldi. Obunachilarimiz mashina qidirib kelishgan ekan. Ozgina gaplashib, to'xtab qoldik. Davom etamiz endi. Assalomu alaykum. Necha pul ekan qizim? Sizniki emasmi? Sizdan? 11000 dollar. Buni ana mexanikani qo'yib yuboraylik. Bu ma'lumotni yozilganmi? Nomerni yozmaysiz. 32000 yurgan, kraska toza 23. 2023. bor. Ana 24 mexanika 44 ming yurgan, 12000 kami bor. 12000 kami bor. Ana 20 ni 13. Buni. Ha. Mexanika. Ha bu pul. Bu 10300 oxiri. 10300 20. 20 gazi bor. Gazi bor. Qo'yib turaylik. Xo'p, 112000 yurgan. Bu 12400 ekan, ha? 12400. Bu 11000. Nargi Darkman 11900. 11900 Darkman. Nomer qaysi? 88 mana uni qo'yib qo'yasiz. 80
Uni 12.100 qo'yib qo'yasiz. 12100. 24 million pulni sumka. Shu telefon raqami Shuni qo'yib qo'yadi. 88lik 838 1155 raqami 23lar o'rtacha 1,5 ming bilan bankdan chiqadi. 1,5 ming dollar bilan bank bo'lib chiqib ketargan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta mashina va 5-inchisi 20. Buni yo'l obzor qilaring. Do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa, o'sha bu nomer ko'rsatib o'tdik. Bu yerda 24, 20, 23 va Darkmonlari bor. Qaysi ma'qul kelsa xarid qilsalar bo'ladi. Akalarimizda juda ham ko'p mashinalar. Mana shu polni shu taraf shularga tegishli endi 5 ta 5 ta ajratib olishgan. Qaysi kimga ma'qul kelsa telefonda uraverasizlar. Biz davom etamiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, biz davom etamiz obzorimizni. Sizdanmi aka Cobalt? Egasi yo'q. Bo'lsa ham meniki emas deb yuboradi shu joyi. Juda alamli. Sizdan emasmi? Ha, qaranglar. Meniki emas deydi, oldida o'tiribdi bo'lmasa. Hozir boya mashinani ichida o'tirgan, meniki emas dedi. Hozir ichidan narsalarni u yoq bu yoq qilib o'tirishdi. Mayli, hech qisi yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul ekan? 12424, 12000 yurgan ekan, kraska toza, benzin. Benzinda bank chiqadimi buni? O'rtlari bor ishlarni ko'ring. Bank ham chiqargan, naqd ham olsalar bo'ladi. Xo'p, Malibu rul, bar, chexol, polik, video registrator, monitor, sonzashda. Xullas, hamma navoratda qilib qo'yishgan ekan. Oxiri qancha dedik bunaga? 12200 beramiz. 12200 bo'lsa beriladi. Bankka necha pul bilan chiqyapti? Bankka 3000 bilan chiqadi. 3000 bilan chiqadi. Tushunarli. Xo'sh, 24-20 ming yurgan, kraskasi toza. Bitta yana bor ekan akamizniki bu ham. Bunisi qancha? Bu ham shu narx 12300. Xo'p, bar qo'yilgan ekan, qolgan narsalar qo'yilmagan. Qolgan hamma joyi. Shumka yo'q. 77lik 733 19 74. Qancha yoshlardanmi? Hamzadan. 2200 ekan. Bu qancha aka bunisi? Bu 12,5 ekan. 24 2500 dollar, 2,5 ming yurgan. Bo'lish qancha bo'ladimi? Chalg'i degan. Bu 2,5 bosh to'lov, 3000 bosh to'lov deganiga. Rahmat aka. Shunaqa narxini aytib qo'yish qiyin bularga. Qo'yaver, nima qilasan degan narsalar qiladi. Odamni video olishni ham so'ndirib tashlaydi akalar. Video olish oson deb o'ylashadi. Mayli, hech qisi yo'q. Biz davom etamiz. Xo'p, 22 bor ekan. Nech pul ekan? 22, salom. Arzi nechi pul? 11000. 11000 dollar. Kraska toza? Kapot ichida petno bor. Kapot ichida petno. 74 ming yurgan metan gazlari bor ekan. Hop. 19 bor ekan. Egasi yo'q. Egasi yo'q. Egasi yo'q. Faqat egasi yo'q. Xo'sh, hurmatli obunachilar, video obzorimizni davom ettiramiz. Telefonlar ozgina qizidi, pauzalarni bosib, sekin endi bu yoqqa yana davom ettiramiz. Qayerda sizniki Cobaltlaringiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zlarim. 220 Mokri mokrasi 2020 ekan. benzinda yurgan. Benzinda 128 ming yuribdi. Balonlar yaxshi. Navorotlarda nimalarimiz bor ekan? Bar qo'yilgan. Shu hamma funksiyalari ishlaydi. Ручной tormoz, elektronli tormoz,
Zaryadka. Monitor qo'yilibdi. Monitor 550 dollar. Monitor. Rullarda ham multimedialar mavjud va chexollar, poliklar. Tayyor. Taksi bo'laman desanglar mana. Bu narxi nechi pul? Buni bo'lishi 10,5 ming deyapman. Bo'lishi 10,5. Parogida ozgina qilgan joyi bor, shuni aytib o'tib. Uni ham tekshirtirib ko'rsatib beradi. Hammasini bemalol bo'ladi. Muammosi. O'sha aytayotgan narxingiz oxirgi narx, ha? Bu bo'lishi 10,5. Ha. Yana qaysilarimiz bor? 24 tim bor. 24. Buni ham yangi baloni bor. Pachka baloni. 4-pokoleniya propani bor. Yangi bu. 8 ming turajak. Telefon nomeridan xarid ko'rsatib keting, aloqaga chiqish. Chexol poliglari bor. Chexol poligimiz bor. Kraska absolyutno toza. Kraskalar top toza. 4-pokoleniya propanda do'stlar. Chizilgan sarabini eshitmas yo'q. Toza. Buni 12,5 ming bo'lsa berib olamiz. 12,5 bo'lsa berib olasiz. 12,5. 24 ming bor uni. 13 ming euro. 24 13 ming euro. 13 ming yurgan, ha? Ha, buni ham zakazdan chexol tikilgan. Oh. Kiydirilmaydi ush. Zakazga tikib beradi. Zo'r tushibdi-da lekin. Qolib bo'libdi. Gap yo'q lekin. Xo'sh. Benzinda bu ham 13 ming yurgan 24. Narxi Buni 12,200 so'rayapman, kami bor. Buni mana shu kesmachasi. Mana shunday bir qarish. Mana shunday. Bo'ldi, boshqa joyga tortdi. 12,200. Kami bor. Kami bor. Mexanika so'raganlarga mexanikani ham bor. Mexanika. Bunda ham chexollar bor ekan. Star Stop 2021 49 ming yurgan. Kraska absolyutno toza, bitta metnosi ham yo'q. Gazi bor. Gazlari ham bor. Gazi bor. Mexanika so'raganlarga Tumanka qo'ygan o'padi. buni qancha? 11 ming. 11 ming dollar 11 ming. so'ralyapti. Kami bor. Bizadan ko'raveramiz aka. 10 ming aka, 10 ming. Bu ham mexanika. Stanley 20. Bitta kapotini aka 2020 110 ming probeg, benzin, gazda. Gazda 110 ming yurgan 2020. Kapotida kraska. Kapotida kraska faqat. Butun turibdi. Faqat kapotini o'ziga sotadi. Ham kuygani uchun deyapti. Hali egasi 10 ming bo'lsa bera olamiz. Bitta pochka bo'lsa mana baraka. Chunka yo'q. Eksklyuzivimiz bu 22 biz probeg. Nimaga eksklyuziv? 22 da biz probeg. 2022 biz probeg. Bunaqalar kam, ha? Yo'q-ku, Yo'q. bo'lmaydi, uni dendralarda bo'ladi. Masla degani? Masla degani mana shu bo'ladi. 22. Top toza. 22 masla. Chexol, polik. Faqat magnitofon yo'q ekanda, shu payt chiqqanlari. Biz magnitofon chiqqan-ku. Buni bo'ladiganimi yo sovg'a qiladiganimi? bo'ladigan taqilganini aytib qo'ying. 11800. 11800. Ha, bo'ladigan oxiri. 22 biz probeg. Hozir 22larni ham sunnatjon probeglarni 11 mingga ziyod sotishyapti-da. Biz probeg. 25lar yo'qmi? 25. 25, 6000 probeg, propan, start stop, Start stop propanda 6000 probeg. Mana shu nomerga aloqaga chiqaveradi. 88lik 780 80 20. 13000 probeg. 13 ming ekan. 13000. Yarım. Ha. Sizlarning ko'rsatuvlaring start stoplari bor. Xo'p, salonni bitta ko'rsatib o'tamiz. Yopiq. Yopiq ekan.
Ochib yuboring uni. Muzavvaraga. Dilnoradagi. Kaltni ham izlab qoldi akamiz. Xullas, chexol, polik, start stop mana ochildi. Polik, chexol, start stop. Chexollari ham zo'ridan qo'yilgan ekan. Buni qancha dedik? Buni telefon qilamiz, kelishtirib. Xabarlar. Yana qaysilar bu? Mana 25 yevro pozitsiyasi bu. Aha. Bu nolmi yo yurganmi? 6000 yurgan bu. Yevro. Economizerlar bor, 6000 yurgan boyagi. Buni 6000 deb. Ha. Bo'p turadi adashmovchilik akalar. Tag'in noto'g'ri tushunib, nima qilmanglar. Ekalasi ham 25 bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi. Tayyorlik ham bormi? Tayyorliklari bor ekan. Qancha ekan bu? 1 yilga yaqinda qo'yilgan ekan tayyorlovkasi. O'sha yevro bo'lganligi uchun 13200 so'rayapti egasi. Qani? Kelishtirib beradi. Nomerini yozib qo'ysangiz, Aha. egasini. Best Private 25 dan necha pul bo'lyapti o'zi? Saylar shu 13000, midnightlari 13000, saylar 12800, shu 12800 atrof. 200-300 ga ozroq ortga qaytgan. Hozir shunda ko'tarildimi yo Ozroq kovuldan qaytgan. qaytgan a? Ha, ozroq qaytdi. Qaytdi. Lekin bozorda hozir men keldim, juda ko'paygan Cobalt sotuvda. Juda ham. Siz o'zingizni nomeringizni berib qo'ying, o'zingiz mashinalaringiz. 93lik 158 66 90. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, bank narx beramiz. Ha, tushunarli. Cobalt sotaman degan akalarimiz bo'lsa ham chiroyli narxlarda olib qolishadi. Sotiladigan mashina bo'lsa ham sotib olaveramiz. Tushunarli. Rahmat sizga aka, charchamang. Xo'p, do'stlar, shu bilan video roligimizni tugatamiz. Hammaga rahmat. Videoga like bosib, fikrlarni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Xato va kamchiliklari bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha syomka qilishga harakat qildik. Cheslomiz 14-sentyabrda syomkaga olindi. Hafta davomida videolarimiz qo'yib boriladi.